Assalomu alaykum, hurmatli Qonun 101 kanal kuzatuvchilari. Bugun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 20-bobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi haqida aytib o'tamiz. Demak, 117-119 moddalarni o'z ichiga olib, bosh vazirimizning vazifalari, bosh vazir tayinlanishi va iste'foga chiqishi va lavozimdan ozod etilishi ko'rsatib o'tilgan. Demak, 117-moddamizda bosh vaziri O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi faoliyatini tashkil etadi, unga rahbarlik qiladi va samarali ishlashi uchun shaxsan javobgar bo'ladi. Vazirlar Mahkamasi majlislarida raislik qiladi, uning qarorlarini imzolaydi. Xalqaro munosabatlarda esa O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi nomidan ish olib boradi. Demak, O'zbekiston Respublikasi qonunda nazarda tutilgan boshqa vazifalarni bajaradi. 118-moddamizda O'zbekiston Respublikasi bosh vazir nomzodi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatalarining mansabdor shaxslari saylangandan va organlar shakllangandan so'ng 1 oy ichida bosh vazir lavozimidan ozod etilgandan keyin yoxud bosh vazir va Vazirlar Mahkamasi amaldagi tarkibi iste'foga chiqqandan keyin 1 oy ichida Qonunchilik palatasi ko'rib chiqishi va ma'qullashi uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan barcha siyosiy partiyalar, fraksiyalar bilan maslahatlashuvlar o'tkazgandan so'ng taqdim etiladi. Ya'ni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan taqdim etilgan O'zbekiston Respublikasi bosh vazir nomzodini taqdimnomaga kiritish kundan e'tiboran 10 kun ichida ko'rib chiqiladi. Bosh vazir lavozimiga nomzod O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasida uning nomzodi ko'rib chiqilayotganda Vazirlar Mahkamasining yaqin muddatga va uzoq istiqbolga mo'ljallangan harakatlar dasturini taqdim etadi. Ya'ni bosh vazir nomzodi uning uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputatlari umumiy sonining yarmidan ko'pi tomonidan ovoz berilgan taqdirda ma'qullangan hisoblanadi. Ya'ni bosh vazir lavozimiga taqdim etilayotgan nomzod 3 marta rad etilgan taqdirda prezidentimiz bosh vazirni tayinlaydi va Oliy Majlis Qonunchilik palatasini tarqatib yuborishga haqli. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining a'zolari, ularning nomzodlari O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan ma'qullangandan keyin O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan lavozimga tayinlanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti bosh vazirni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining amaldagi tarkibini yoki a'zolarini iste'foga chiqarishga haqli. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi Vazirlar Mahkamasi a'zolarining o'z faoliyatiga oid masalalar yuzasidan hisobotni eshitishga haqli va Vazirlar Mahkamasi a'zosining hisobotni eshitish yakuniga ko'ra Qonunchilik palatasi uni iste'foga chiqarish to'g'risidagi taklifni O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga ko'rib chiqish uchun kiritishga haqli. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi a'zolari parlament so'roviga va Qonunchilik palatasi deputatining senat a'zolarining so'roviga qonunda belgilangan tartibda javob berishi shart va Vazirlar Mahkamasining faoliyatini tashkil etish tartibi va vakolatlari qonun bilan belgilangan. 119-moddamizda O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi o'rtasida ziddiyatlar tus olgan taqdirda Qonunchilik palatasi deputatlarining umumiy sonining kamida deydi 3dan 1 qismi tomonidan Respublika Prezidenti nomiga rasman kiritilgan taklif bo'yicha Oliy Majlis Qonunchilik palatasining muhokamasiga, ya'ni bosh vazirga nisbatan ishonchsizlik votini bildirish haqidagi masalani kiritadi. Ya'ni bosh vazirga nisbatan ishonchlik votumi agar O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputatlarining umumiy sonining ya'ni kamida 3dan 2 qismi ya'ni ovoz bersa qabul qilingan hisoblanadi. Bunday holda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti bosh vazir lavozimidan ozod etish to'g'risida qaror qabul qiladi va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi butun tarkibi bosh vaziri bilan birga iste'foga chiqaradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi roligimiz shu bilan tugadi.